Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni like bosib ko'ramiz. Yaqinlarga jo'natib, hop o'zingizlar kerak bo'lmasa qarindosh urug', mahalla ko'ylar kerak bo'lishi mumkin. Oshna qo'yinlarga sizlarni jo'natib ko'ramiz. Kommentariyada izohda fikrlarni yozib qoldiraverasizlar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Hop, manzilimiz Andijon viloyati Bosgan tumanida mana. Hop, Namanganning To'raqo'rg'oniga qildik. Hop, qo'ldan kelgancha bitkizdik. Bu orqa taraf ko'rinishlari, akamizga orqa taraflarini ham ko'rsatib videosini tashlab yubordik hozir. Shu oldiga ontarmasdan yuklaymiz. Hozir ancha ishi bor buni. Shu orqa tomonini ko'rsatib ham videosini qilib qo'yapmiz. Hop, yoqqan bo'lsa like bosib ko'rasizlar. O'sha o'zimizning mashhur poson. Hop, 1 yilda 95% eshiklarimiz faqat shunaqadan bo'lyapti. Allohga shukr. Hop, rizqqa yarasha bo'lyapti mana. Romlari 4 ta deraza mana. 4 ta rom. Biri 62 ga, biri 80 derazadan ikkita. Biri bu 46 ga, bu 80 derajadan ikkita ham. Holatlari yaxshi holatda bo'ldi. Qalinligi 4,5 noyabrdan yog'ochda bo'lgan bular. Qalin yog'ochdan. Hozir mana shu derazani bitta odam, ikkita odam ham zo'r ko'taryapti. Bitta odam ko'tarsa ana qiyin. Ko'tara olmasa ham kerak. Endi oynalarni ham germetiklar yaxshi qilib qo'yganmiz. Birolar chiroyli bor, 10 edi. Ochilib olishlar. Akfa sifat bo'lgan. Buni o'rnatgandan keyin videosini qilamiz. Videosini kutinglar. Kanalga a'zo bo'lsanglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, o'rnatgan ishlarimiz tez orada sizlarga borib turadi. Tez-tezda. Xo'p, kesaklarga kelsak, kesaklarni 11 lik qilganmiz akalar. Qalin kesaki, narishdagi 9 lik. Karonalari ham yangicha. Boshqacha fasonda, u yerda juda ham chiroyli holatda mehrlar bilan o'yildik. Naqshlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinaveradi. Hop, bunaqa naqshli gullar. Uni o'rnatgandan keyin qayerda joylashganini ko'rasizlar. Hop, qulupimiz. Stimul tutgan qulup. Yaxshi qulupdan. Ko'rinishi ham chiroyli, skromli, naqshli. Eshikka mos. Eshikda unaqa gullari bor. O'shani hisobiga mana gullari patishga zo'r tushoradi. Qurib ajratib turish uchun mana tilla rangli qurubdan tanlaganmiz. Eshikdan ajrab turish uchun mana.